Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum hurmatli institutimizning professor o'qituvchilari va bizning jonajon qadrdon talabalarimiz. 2025-yilni yakunlab 2026-yilni kutib olish arafasida turibmiz. Albatta 2025-yil Samarqand davlat pedagogika instituti uchun ulkan muvaffaqiyatlar yili bo'ldi. Bu yilda demak institutimiz o'qituvchilar tarkibi demak bir qancha yutuqlarga erishdi. Har bir sohada demak ulkan natijalarga erishib, dunyo reytinglariga kirish uchun dastlabki qadamlar bilan harakatlarni boshladi. Kirib kelayotgan 2026-yil ham bizning institutimiz uchun ham ulkan muvaffaqiyatlar yili bo'ladi degan umiddamiz. Professor o'qituvchilar jamoamizni va talabalarimizni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan chin dildan samimiy tabriklayman. 2026-yil institutimizning faoliyatida ham ulkan rivojlar tilayman. Hurmatli professor o'qituvchilarimiz, bizning jonajon talabalarimiz, sizlarning xonadonlaringizda, uylaringizda doim yangi yil yangiliklarga, yaxshiliklarga to'la bo'lishini tilab qolamiz. Institut ishlarida, rivojlanishda demak siz o'zlaringizning hissalaringizni qo'shasiz degan umiddamiz. Biz yangi yil bilan sizlarni qutlab, tabriklab qolamiz. Hammalaringizga yangi yil barakotli yil bo'lsin. Tabriklaymiz.